Salom qizlar, bugungi videomizda koreyskiy dizayn qilishni o'rganamiz. Koreyscha dizayn. Buning uchun har doimgidek qiladigan ishimiz birinchi bo'lib eski materialni yechib olamiz. Oxirgi paytda koreyskiy dizaynda rosa moda bo'ldi. Har xil yaltiroqlilar, har xil o'yinchoqlilar, har xil объемный, g'idir-budur qilib, qanaqadir manikyor qilish rosa modadaga kiribdi. Menga o'zimga rosa yoqyapti, masalan, o'shanaqa koreyskiy dizaynlar, har xil yaltiroq tirnoqlar, har xil kошачий глаз, втиркаlar. Sizlarga ham yoqyaptimi bunaqa koreyskiy dizaynlar? O'yinchoqlar yopishtirish вообще zo'r. Shu bir xil pirsing qilayotgan ekan tirnog'iga. Videoda hozir снятие qilib bo'lib, prisipka sepdim. Prisipkadan keyin tirnoqning ustini pilkada ozgina tekislab bordim. Bir xilla so'raydi, prisipka nega kerak deb. Agar klientda tirnog'i влажный bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nam tirnoq, nam teri bo'ladigan bo'lsa, uni prisipkada sepib quritib olgan yaxshi. Undan keyin qiladigan ishimiz har doimgidek kuchuk bilan kesish. Hamma narsani qilib bo'lganimizdan keyin spirt bilan обезжиривать qilamiz tirnog'imizni. Keyin rubber baza suramiz. Rubber baza bu yumshoq elastikniy baza. Mamnaqa o'zingizga удобный kistechka olsangiz bo'ladi. Agar flakonni kistechkasi sizga neudobniy bo'ladigan bo'lsa, menga bundan ham kichkina kistechkalar yoqadi. Mana bitta tirnog'imiz sinib qolgan ekan. Sinib qolganimizni gel jele bilan remont qilyapman. Keyingi qiladigan ishimiz baza yoki gel surib olamiz. Quritmasdan turib unga mamnaqa yaltiroqlarimizni qo'yib chiqamiz. Mana mamnaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni bitое stiklo deydi, ya'ni siniq oynalar deydi. O'zi bu oyna emas. Bu shunaqa plastmassa paketlardan kesib olingan, folgalardan kesib olingan bo'ladi o'zi. Lekin nomi bitое stiklo nimagadir. Buni o'zingizga xohlaganingizcha, xohlagan ko'rinishida qo'yinglar. Buni har xil ko'rinishda qo'yib, har xil dizaynli chiqarsanglar bo'ladi. Unimizni lampada qotirib olganimizdan keyin gelimizdan quyib, ukreplech qilib olamiz. Ya'ni bitta tomchi qo'yib, tirnog'imizni qalinroq sloy qilib mustahkamlab olamiz. Buni qalinroq sloy qilishimizdan maqsad mana bu bitое stikloimiz g'idir-budir bo'lib qolmasligi uchun va uzunligini olib tashlaymiz. Keyin ustidan top suramiz, glянцевый. Va topni lampaga qo'yganimizdan keyin ровно 30 sekund ushlab turamiz. 30 sekunddan keyin sразу tirnog'imizni lampadan chiqarib, unga втирка suramiz. Shunaqa, agar 30 sekund ushlab keyin втирка suradigan bo'lsanglar, втиркаlar tirnoqqa nasmert yopishadi, ya'ni ajrab tushib qolmaydi. Men ham har doim shunaqa qilaman. Tirnoqni topni 30 sekund quritaman lampada. Keyin sразу chiqarib, keyin sразу bunaqa втирка suraman. Buni sразу barmog'ingizda surib tashlaysanglar ham bo'ladi. Keyin tagini ozgina pilkalab olasizlar, bunaqa yumshoq kistechkada kerak emas joyini olib tashlaysizlar. Pastki qismiga ozgina primer sursanglar bo'ladi yoki surmasanglar ham bo'ladi. Keyin ustidan va yana oddiy glянцевый top suramiz. Hammasini lampada quritib bo'lganimizdan keyin tirnog'imizga yana dizayn qilishni davom etamiz. Men bunaqa объемный prozrachniy toshchalar qo'ymoqchi bo'ldim. Uning uchun birinchi bo'lib gelimizdan tochka qo'yib olamiz yoki bazadan tochka qo'yib olsanglar bo'ladi. O'sha tomchimizga mana bunaqa toshimizni yopishtiramiz. Men mana bunaqa prozrachniy toshlardan tanladim. Bu endi shunaqa chiroyli объемlar bo'lib turadi, koreyskiy stil bo'lib turgani uchun shunaqa tosh tanladim. Siz xohlagan ko'rinishingizdagi toshlar, straziklar tanlasangiz bo'ladi. Yoki buni mana bunaqa quyuq gelda mana tomchilar chizib olsanglar ham bo'laveradi. Bu koreyskiy dizaynning yaxshi tarafi, o'zingizlar xohlagan narsalarni bemalol qilaversanglar bo'laveradi. Mana bunaqa объемный, har xil yaltiroqlar, hamma narsa qilaversanglar bo'ladi. Koreyskiy dizaynlarning yaxshi tarafi shunda. Sizlarga bunaqa dizaynlar yoqadimi? Kommentariyaga javoblarni yozib ketinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, like bosib kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Bu meni kanalim rivojlanishiga yordam beradi. Hammaga rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman.